Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Rossiya qurolli kuchlarining yozgi hujumidan asosiy maqsad Konstantinovkani egallashdir. Telegraf nashri. Nashrning yozishicha, shahar avtomobil va temir yo'llarning asosiy chorrahasida joylashgan va Ukraina qurolli kuchlarining Donbassdagi front chizig'ining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Konstantinovkaning yo'qotilishi qo'shinlar ta'minotini murakkablashtiradi va Kramatorskni Rossiya artilleriyasi yetib boradigan hududga aylantirishi mumkin. Ukrainaning ba'zi harbiy manbalari Kiyev shaharni yo'qotishi mumkinligini tan oladi, ammo bu falokatga aylanmaydi deb hisoblaydi. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya muvozanatni sezilarli darajada o'zgartirmasdan ko'cha janglarida katta yo'qotishlarga duch keladi. Ukrainaning Rossiya harbiy aerodromlarga uyushtirgan hujumidan so'ng Oq uyda AQShning Kiyevga ko'rsatayotgan yordamidan voz kechish masalasi muhokama qilinmoqda. Atlantik nashri. Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan o'tkazilgan o'rgimchak to'ri amaliyot doirasida Rossiya harbiy aerodromlariga uyushtirilgan dron hujumlari Washingtonda yangi muhokamalarga sabab bo'ldi. Nashr manbalariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yordam berishdan voz kechish kerakmi degan savol yana kun tartibiga chiqqan. AQSh rahbari Donald Trump Ukraina dronlari tomonidan uyushtirilgan hujumlar mojaroni yanada keskinlashtirib yuborishi mumkinligidan norozi. Rossiya 3 oyda NATO 1 yilda ishlab chiqaradigan miqdorda o'q-dorilar ishlab chiqarmoqda. Bu haqda NATO bosh kotibi ma'lum qildi. So'nggi bir necha yilda ro'y bergan voqealar o'zgarishlar nihoyatda muhimligini ko'rsatdi. Rossiya tomonidan katta tahdid mavjud. Moskva 2022-yilda Ukrainaga keng qarshi ko'lamli urush boshladi. Aslida bu 2014-yilda boshlangan edi. Ammo keng ko'lamli qirg'in, qon to'kish aynan 2022-yilda boshlandi, dedi Mark Rutte. Vladimir Putin Rossiya dronlarini dunyodagi eng ilg'or deb ta'rifladi. Rossiyaning dronlari allaqachon dunyodagi eng ilg'or hisoblanadi. Xorijiy analoglardan ustun turadi va chet elliklar ko'pincha ulardan nusxa ko'chiradi, dedi Rossiya rahbari. Ukraina dronlari Bryansk, Engels va Moskvaga hujum qildi. 6-iyunga o'tar kechasi Rossiyaning bir qancha hududlari uchuvchisiz uchoqlar hujumiga uchradi. Engels shahrida turar joy binosi va neftni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'ldi. Bryanskda aeroportda portlashlar sodir bo'ldi. Ukraina murakkab sharoitlarga qaramay Yevropa bozorini tark etmoqchi emas, dedi mamlakat agrar siyosat vaziri Vitaliy Koval. 6-iyun kuni Ukraina va Yevroittifoq o'rtasida g'allaning bojsiz va kvotasiz savdosi to'g'risidagi savdo bitimi o'z kuchini to'xtatdi. Uning bekor qilinishi joriy yilda Ukraina eksportiga 800 million dollar miqdorida ziyon yetkazadi. Yevropa ittifoqi o'z maqsadini Rossiyaga qarshi kurash deb biladi va Ukrainadagi urushni davom ettirish orqali unga ogohlantiruvchi zarba bermoqchi, dedi Viktor Orban. Mening yordamimsiz Donald Trump prezident bo'la olmasdi, dedi Elon Musk. Men bo'lmaganimda Trump saylovda yutqazgan bo'lardi. Demokratlar vakillar palatasini nazorat qilgan bo'lardi. Respublikachilar senatda esa 51-49 nisbatga ega bo'lardi, deb yozdi amerikalik milliarder. Trump Muskning tanqidiga javob qaytardi. Ilon chalchagan edi. Men undan ketishni so'radim. Men undan hammani hech kim xohlamagan elektromobillarni sotib olishga majbur qilgan mandatini olib qo'ydim va u aqldan ozdi, dedi AQSh rahbari.